Narsiss kim? Juda ham ko'p joylarda eshitganmiz. Narsiss unaqa, narsiss bunaqa deb. Men основной normal erkakdan farqini mana shu yerdagi Reels'da смотрите bosib ko'rsanglar bo'ladi. Nima qilishini aytganman. Обязательно ko'rib o'zingizga fikr qilib olinglar. Narsisslar shunaqa odamlarki, ular uchun doimo ularni xvalit qilishlari, ularni maqtashlari juda ham muhim. Doimo fokusni o'ziga qaratgan, o'zini ko'rinishiga qaratgan samovlюбленный odamlar. При этом ular boshqalarning hissiyotlarini, boshqalarning emotsiyalarini his qilishi juda ham murakkab, atoyi his qilisha olmaydi. Chunki ularda empatiya rivojlanmagan bo'ladi. O'shaning uchun narsistlar bilan munosabat qurish juda ham mushkul. Va narsist bilan munosabatga kirishgan holingizda sizdan u doimo energiyani vысасывать qiladi, energetik vampirlarga o'xshab. Siz bu отношенияda boshida o'zingiz zo'r his qilishingiz mumkin, o'zingiz yengil his qilishingiz mumkin, lekin u shunaqa odamki, boshida e'tiborni zo'r berib qo'yadi. Prям mehr zo'r berib qo'yadi. Keyin bittada xuddi qandoq bergan bo'lsa, shundoq tortib oladi. Siz keyin prosta dovdirab qolasiz. Nimaga unaqa bo'lib qoldi deb. Aslida bu ularni juda ham katta manipulyatsionni xodi hisoblanadi. Sizni unga o'ziga o'tkazib olish uchun. Ana o'shaning uchun ko'pchilik qizlar, даже qizlar ham narsiss bo'ladi, lekin siz narsiss bilan qiz bola bo'lib turib отношения qilgan bo'lsangiz, bilingki, ular постоянно manipulyatsiya qilib yuradi sizni. Ana o'shaning uchun men keyingi Reels'da sizlarga normalniy erkak bilan narsissni 3 ta katta farqini aytaman. Обязательно meni profilimga obuna bo'lib va yozib keting. Sizda shunaqa narsiss bo'lgan, narsissические отношениялар bo'lganmi? Menga juda ham qiziq va boshqa qizlarga ham o'qish juda ham qiziq.